Andijonda o'tiravermasdan bu yerga hech bo'lmasa bir marta kelib dam olib ketinglar. Biz o'sha mashhur Qirg'izistonni Shvetsariyasi deb dog'i ketgan juda ham go'zal qora qo'yga bordik. Ushbu so'lim go'shi Andijondan uncha uzoq bo'lmagan qora qo'y tog' bag'rida joylashgan. Bir kunlik kelib aylanib ketgani zo'r joy. Qolaversa Sayr Travel'dan ajoyib takliflar bor. Men yaqinlarim bilan bir kunlik tur bo'yicha keldim. Dastlab tog'ni pastidagi o'tovlarda mazza qilib tushlik qildik. So'ngra esa tog'ni yuqorisiga qora qo'y yaylovlariga ko'tarildik. Bu yer shunaqa ham go'zalki, so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Ko'zlaringiz massaj olgandek bo'ladi. Havosi shunaqangi toza, nafaqat o'pkis, balkim butun taningiz bilan nafas olyapti turganingizni his qilasiz. Miriqib ot mindik, kamonlardan o'qotdik, tabiatdan bahramand bo'ldik. Jamoaviy o'yinlar ham esdan chiqmadi. Xullas, hammasi menga yoqdi. Maza qildik. Ushbu videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Biz ham dam olishga chiqaylik degandek. Sayr Travel esa sizda bunga yaqindan yordam beradi. Ajoyib turlar tashkil qilgan holda Andijondan olib, Andijonga olib kelib qo'yishadi. Shunaqangi ajoyib yangiliklarni o'tkazib yurmaslik uchun esa Andijonda kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar.